Xo'p. Kim ekan bu hozir? Ha qizim. Assalomu amaki, salfetka oling. Bitta qoluvdi, ketardim keyin uyga. Nech pul bu salfetkang? 10 ming so'm. 10 ming so'm? Hozir. Mana. Voy, bu yerda ko'p-ku. Yo'q, qolgani o'zingga. O'zing ishlatasan, xo'pmi? Rahmat. Qorning ochmi, to'qmi? Och. Hozir unda men seni ovqatlantiraman. Ketdikmi? Yo'q amaki. Men uyda har doim adam bilan ovqatlanaman. Adam meni uyda kutadilar. Uying qayerda seni? Uyim uzoqda. Uzoqda? Unda hozir bitta ish qilamiz. Men seni hozir uyingga tashlab qo'yaman. Kelishdikmi? Yo'q, adam meni begonalarning mashinasiga chiqma deganlar. O'zim avtobusda yetib olaman uyimga. Qara qizim, men begona emasman. Men seni hozir uyingga olib borib qo'yib, adelaga o'zim hammasini tushuntiraman. Sen xavotir olma. Havo sovuq, o'zi qorong'i tushyapti. Ko'chada o'zing qolib ketasan. Kelishdikmi? Mayli. O'tir mashinaga, ketdik. Ana, yetib keldik. Mashina turasanmi? Bu nimaga seni adang uyda o'tiradi-da, sen ko'chada chiqib, suvda bitta o'zing ishlayapsan. Sen maktabga chiqishing kerak, o'qishing kerak. Nimaga adang ishlamaydi? Adam avariyaga uchrab, yurolmaydigan bo'lib qolganlar. Oyim o'tib ketganlar. Men har kuni kelib, adam bilan birga ovqatlanaman. Adamga ovqat tayyorlab beraman. Birga ovqatlanamiz. Ozgina pul bo'lsin deb salfetka sotaman. Shunaqa degan. Qizim, seni eng katta orzuying nima? Meni eng katta orzuyim adam sog'ayib yurib ketishlari. Qizim, men bu pulni olib Adelani davolatishiga ishlatgan. Voy, amaki, bu ko'p pul-ku. Ololmayman, amaki. Yo'q, qizim. Bu pulni ol. Adelani solib ketishlariga ishlat. Meni duo qilib qo'yinglar, xo'pmi? Ol, qizim. Mayli, rahmat. Amaki, bitta narsa so'rasam maylimi? So'ra, bemalol. Ismingiz nima? Ismim Po'lat. Nima qilasan ismimni? Narigi dunyoga borganimda sizni tanib olishimga. Mayli, rahmat amaki. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi o'tiribsizmi? Qarang, bitta yaxshi amaki men bilan olib berdilar. Yaxshi amaki? Ha, keyin mana buni berib yubordilar. Endi sizni tuzatamiz. Adem bilan meni duo qilib qo'ysang bo'ldi dedilar. Qizim. Yaxshi odamlar bor qaliyam. Rahmat senga qizim.